Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızı bolsun. Xitoyning İsrailiyada turishliq bosh elchisi tuyuqsiz o'ldi. BBC xabar to'rining 17 maydagi xabarida bildirilishicha, bir necha kun burun Xitoyning İsrailiyada turishliq bosh elchisi Du Wei o'z to'ralg'usida o'lik holatda bayqalgan. Xizmatchilar Du Weining karvatida o'lib qolganligini bayqagan. U uxlayotganda o'lgan bo'lishi mumkin bo'lib, to'ralg'usidan qotillik alomatlari tepilmagan. İsrailiya saqchi doiralari Du Weining o'lish sababi haqida bayonot e'lon qilib, buning normal o'lim voqeasi ekanligini, naq maydonga borgan qutqizish atritining Du Weining yurak kasali bilan o'lganligini bayqaganligini bildirgan. Xitoy taratqularimi uning o'lim xabarini dalillaganligini, kasal sababidan o'lganligini e'lon qilgan. Du Wei 2016-yildan boshlab Ukrainada favqulodda va to'liq bosh elchilik vazifasini o'tagan bo'lib, bu yil 2-oyda Xitoyning Isroiliyada turishliq bosh elchisi bo'lgan. Mush oyning 13-kuni Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo Isroiliyani ziyorat qilganda Xitoyning virus yuqumiga mas'ul bo'lishi kerakligini ta'kidlaganda, Xitoyning Isroiliyada turishliq bosh elchixonasi bayonot e'lon qilib, Xitoyning azaldan virus yuqumini yushirmaganligini bildirgan va Pompeoning so'zlarini qalaymaqam biljirlash deb norozilik bildirgan edi. Xitoyning Ramazon mezgildagi islomga qarshi jinoyatlari oshkorlandi. Zimiston to'rining bugungi xabarida Xitoy doiralarining ro'za ibodatini cheklash bilan birga Uyg'urlarni cho'shqi beqishni o'rganishga, cho'shqi go'shi yeyishga majburlaganligi qayd qilindi. Zhejiang o'lkasiga tava ma'lum bir shahardagi Xitoy amaldorining oshkorlashicha, mazkur shahar aprel oyida hujjat tarqitib, Ramazon oyida terrorlikqa qarshi turish va muqimlikni qo'g'dash xizmatini kuchaytirishni talab qilgan va soqchilardan yerlikdagi musulmonlarni nazorat qilishni kuchaytirishni, bo'libmi juma kuni qattiq nazorat qilish, Ramazon kunlari ularning harakatlarini vaqtida dokulat qilish, Sharq Turkistondan Xitoy o'lkalariga kelgan Uyg'urlarga kontrollikni kuchaytirish, ularning kimligi, yuk taqalarini qattiq tekshirib, turishliq o'rnini doim nazorat qilish qatorliqlarini talab qilgan. Muxbirning ziyoratini qabul qilgan Qinghai o'lkasidagi bir tungan kishi Xitoy doiralarining musulmonlarning ro'zasini buzishga majburlaganligini, masjidga berish yo'lida suv tayyorlab, masjidga kirishdan burun suv ichishga zo'rlaganligini, suv ichmaganlarni masjidga kirishga ruxsat qilmaganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy o'lkalarida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarimi ro'za tutishga ruxsat qilinmagan. Shandongdagi ma'lum to'liq o'rta maktabning o'qituvchisi muxbirning ziyoratini qabul qilib, maktabning Ramazon oyida kunduzi barliq Uyg'ur o'quvchilardan tamoq yeyishni talab qilganligini, ularning Xitoy o'quvchilari bilan birga tamoq yeyishga va cho'shqi go'shi yeyishga majburlanganligini, diniy faoliyatlar bilan shug'ullanishiga yo'l qo'yilmaydiganligini, diniy faoliyat bilan shug'ullanganligi bayqalsa jazolanadiganligini yoki Sharq Turkistonga qaytariladiganligini oshkorlagan. Korli shahridagi ismini oshkorlashni xohlamagan bir xizmatchining muxbirga bildirishicha, 2018-yil noyabr oyida Korli shahridagi Xitoy doiralari idora oshxonalarining tamoq tizimligini cho'shqi go'shiga o'zgartirishga buyurgan. Shuningdek keyin bu o'rinning oshxonasida har kuni cho'shqi beshi, cho'shqi pochiqi ishlatilgan tamoqlar paydo bo'lgan. Oshxonadagi Uyg'ur ayol ishchi cho'shqi go'shi bilan tamoq etishdan qattiq yerginib, xo'rliqdan yig'lab tashlagan. Xizmatdoshlari uni yig'lamaslikqa, yig'lab chandirib qo'ysa, idoraning uni ishdan qo'g'laydiganligini eskartgan. U ayolning Xitoyning o'rinlashtirishiga bo'ysunishdan boshqa amali bo'lmagan, ariz qilishga jur'at qila olmagan. Xitoy Kompartiyasiga a'zo bo'lgan Uyg'ur kadrlarimi Xitoyning bu xil ta'tir qiynashlaridan qochib qutula olmagan. 2019-yil 9-oyda G'uljidagi Xitoy doiralari 2 oy partiya a'zolarini tarbiyalash va o'rganishga tashkillagan. Bu mezgilda doiralar musulmonlarning boshqa kursantlar bilan birga tamoq yeyishini talab qilgan. Ular har qanday sabab bilan halol tamoq etadigan oshxonalarni izlab sirtqa chiqmaslikka buyurilgan. Bir necha Uyg'ur kursant maktab oshxonasida tamoq yeyishni xohlamagan. Bu ishga maktab rahbarlarining aralashishi natijasida mazkur o'quvchilar halol bo'lmagan yemekliklarni yeyishga majburlangan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy yana Uyg'urlarni cho'shqi beqishga majburlagan. Sharq Turkistonning Xotan viloyatidagi bir qurilish ishchisining muxbirga oshkorlashicha, 2018-yilning oxirida Xotandagi doiralar boshqarish tabaligidagi har bir kanitdan cho'shqi beqishni talab qilgan hamda Uyg'urlarni cho'shqi beqishga o'rinlashtirgan. Uyg'urlar yana Xitoy doiralari tomonidan cho'shqi beqish texnikasi bo'yicha tarbiyalash kursiga qatnashishga majburlangan.
Amerikada Xitoy mollarini boykot qilish haqida ra'y sinashi o'tkazildi. Shimoliy Koreya kundalik gazetining 17-maydagi xabarda bildirilishicha, Bloomberg va FTI maslahat berish shirkati 12-maydan 14-maygacha Amerikaliklarning Xitoy mollarini boykot qilishi haqida ra'y sinash faoliyati o'tkazgan. Mingdan ortiq kishi qatnashgan ra'y sinashda 40% Amerikalik kelgusida Xitoy mollarini sotib olmaydiganligini bildirgan. Mutaxassislarning tahlil qilishicha, yuqorida tilga ilingan jamoat fikri yaqinqi 2 yilda Xitoy-Amerika savdo urushining sababidan kelib chiqqan bo'lib, Xitoyning virus keltirib chiqargan oqibatlarga mas'ul bo'lishi kerakligi haqidagi chaqiriqlarning qo'shilishi natijasida Amerikaliklarning Xitoyga bo'lgan qarashi intayin nacharlashib ketgan. Buningdan boshqa 55% ziyorat qilinuvchi Xitoy 1-oyda Amerika bilan imzolagan 1-bosqichlik savdo kelishimiga amal qilmaydi deb qaragan. Bloombergning yana bir natijasida ko'rsatilishicha, Amerikaliklarning savdo surkilishi sababli kelib chiqqan o'chmanligi tadrijiy ojizlagan. Taxminan 66% ziyorat qilinuvchi erkin savdo kelishimi tuzishga qaraganda import cheklamasini oshirishga moyil ekanligini bildirishgan. Buningdan ilgari Amerika prezidenti Trump Fox kanalining ziyoratini qabul qilganda Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatini uzishi mumkinligini o'ttirg'a qo'ygan. O'tgan yil avgustda Xitoy-Amerika savdo urushi yuqori pallaga chiqqanda Trump bir qatim Amerika shirkatlariga rostini aytsam biz Xitoyga muhtoj emas deganlarini bildirib, Amerikaning boshqa amal izlashi kerakligini ta'kidlagan. Yana bir qisqa sin Uyg'urlarning izzatining dafsanda qilinayotganligini ko'rsatib berdi. 16-may ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan ma'lum bir Xitoyning Uyg'ur qizini yog'liqini elib etishga majburlagan sin ko'rinishi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan dinga qarshi vahshiy siyosatini yana bir qatim oshkorildi. Xitoy tajovuzchilari bir necha yildan beri islom dini va musulmonlarni bostirishdan iborat vahshiy siyosatlarini qonunlashtirib, yog'liq chekkan qiz ayollarni qaloqlik bilan haqoratlab, yog'liq va uzun ko'ylak kiyishni chekladi. Cheklamaga bo'ysunmaganlarni jazo lageri va turmalarga solab, Sharq Turkiston xalqining izzat hurmatini dafsanda qilib keldi. Mazkur sinda odatdagi bir Xitoy ho'ylisida tamoqqa tayyorlik qilayotgan Uyg'ur qizni qo'pol talaffuz bilan beshidagi yog'liqni elib etishga zo'rlagan bo'lib, qiz oxiri amalsizlikdan yog'liqini elib etishga majbur bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qizning ota-onasi jazo lageriga qamalgan bo'lib, oilasida yolg'iz qolgan ekan. Navbatda bu qizning bir tuqqani chet elda bo'lib, ijtimoiy uchurlarda tarqalib yurgan bu suratdagi qizning o'zining navri singlisi ekanligini, o'zining nima qilarini bilmay gangrab qolganligini bildirgan. Xitoy taratqullari yana bir muhim xabarni tez sur'atda o'chirib o'tdi. Oldingi hafta Xitoyning Wuhan shahri va Jilin o'lkasida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning paydo bo'lishi Xitoyni qaytadan aloqazada qilgan bo'lib, doirlar Wuhan shahridagi barliq fuqarolarni qaytadan tekshirib chiqadiganligini jakarlagan edi. Tunugun Xitoy taratqularida buningga aloqador xabar e'lon qilingan bo'lib, dastlabki tekshirish natijasiga asoslanganda Wuhan shahridagi yuqumlanish nisbatining 5-6% atrofida ekanligi, bundan burun 10 million Wuhan aholisining eng oz bo'lgandimi 500 mingi Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi, yoshirin bemorlarning 95% ga yetadiganligi qayd qilingan. Mazkur xabar Xitoyning Sina xabarlari, Moliya xabarlari qatorliq nufuzli axborot turbatlarida e'lon qilingan bo'lsa-mu, uzun o'tmayli tez sur'atda o'chirib etilgan. Ammo Google torida yanada xabarning o'linish adresi saqlanib qolgan. Asli xabarda bildirilishicha, 11 mingdan ortiq Wuhan aholisining qinini tekshirganda 5-6% kishida yuqum bayqalgan. Buningga asosan ayni vaqtda oz deganda 500 ming Wuhan aholisining virus bilan yuqumlanganligi, ammo bayqalmaganligi yoki statistikaga qo'shilmaganligi ma'lum bo'lgan. Bu Xitoy doiralari ma'lum qilgan sondan 10 hassa ortiq chiqqan. Xitoy doiralari e'lon qilgan yuqumlanuvchilar va o'lguvchilar haqidagi sonliq ma'lumot izchil holda xalqaro jamiyatning qattiq gumonini qo'zg'ab kelgan bo'lib, bu qatimliq xabar o'chirish voqeasi bu vaqtdagi gumonning to'g'riligini yana bir qatim isbotlab bergan. Xitoyning Wenglong 2 tipli qurolliq uchquchisiz aeroplani Siha orqali pachaqlab tashlandi. Liviya armiyasi Haftar qurolliq unsurlarga tabe havo mudofaa sistemasini va qurolliq uchquchisiz aeroplanni Turkiyada ishlangan uchquchisiz aeroplan Siha orqali pachaqlab tashlandi. Liviya armiyasi davlatning sharqidagi qonunsiz qurolliq kuchlarning rahbari Haftarga tabe qismlarning ishg'oliyati ostidagi Vattiya havo armiya bazasiga
Arab Birleşme Xalifalik tarafidan yollangan Rossiyaning 2. Panther havo mudofaa sistemasi HSS va Xitoyda ishlangan Wenglong 2 tipli qurolli uchquchsiz aeroplanni Turkiyada ishlab chiqarilgan uchquchsiz aeroplan SİHA orqali pochaqlab tashlaganligini e'lon qildi. Haftar unsurlarining ishg'oliyati ostidagi havo armiya bazasida 2 qurol ombirning Liviya armiyasiga tabe havo elementlari tarafidan hujum nishoni qilinganligi xabar qilindi. Liviya armiyasi tunugun Rossiyada ishlab chiqarilgan va Arab Birleşme Xalifaligi tarafidan bazaga yetkazib berilgan Panther tipidagi havo mudofaa sistemasini pochaqlab tashlaganligini e'lon qilgan edi. Liviya hukumat armiyasi 25 martda tinchlik bo'rini harakatini boshlagan hamda 4-oyning 13-kuni Trablosning g'arbidagi 7 yeza va bir shaharni Haftar qurolli unsurlaridan qaytarib elib, poytaxtdan Tunis chegarasigacha bo'lgan 3000 kvadrat kilometrlik joyni qurolli unsurlardan tozalagan edi. Liviya armiyasi havo armiya bazasini qaytarib elish uchun elib borgan harakati orqali yollanma askarlar va qurolli unsurlarning panoh joyiga aylangan Vattiya havo armiya bazasini bartaraf qilishni maqsad qilganligini bildirgan edi. Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvoli. Turkiya Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 17 may bir kun ichida Xitoy virusi bilan 44 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7 da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 35369 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1368 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 149435 ga yetganligini, bir kun ichida 44 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4140 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida 24 soatda 1825 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 914 bemorning kasalining og'ir ekanligini, ammo kasali og'ir bemorlarning ozayishga boshlaganligini, Xitoy virusi yuqumining oldini olish uchun yo'l qo'yilgan uydan chiqmaslik tadbirining unumli bo'lganligini, maska taqash, o'zaro orliq saqlash qatorliq oldini olish tadbirlarini yaxshi qilish, odam ko'p o'rinlarga berishdan saqlanish qatorliq tadbirlarni davomlashtirishning intayin muhim ekanligini ta'kidladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.